Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Azizlar, Ramazon oyini yaxshiliklarini bu ummatga ziyodasi bilan yetkazishligini Alloh subhanahu va taolodan yalinib yolvorib so'raymiz. Bir-birlarini tanimayotgan, bir-birlariga tosh otayotgan bu ummatda o'zlarini toshlarini dushmanlariga otishliklarini, bir-birlarini esa kechirishliklarini barcha birodarlarga bu Ramazon oyida bu ummatda avvalgi azizligi bitta vujudga jamlanishligida ekanliklarini tushunishligini nasib qilsin. Birodarlar, biz sizlarga va'da qilgan ishimizni davom ettiramiz. Bizdan bittasi so'ragan ekan, shu 21 yil zonalarda bo'ldingiz. Ramazon oylariga nisbatan munosabat zonalarda qanaqa bo'lgan deyishadi. Bu narsa turli zonada turlicha. Turli davlatlarda islomiga amal qilishlik turlicha bo'lganini singari. Afg'onistonda, Shomda, Falastinda va boshqacha bo'lganini singari. O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmanistonda boshqacha bo'lganini singari. Zonalarda ham turlicha. Qaysiki zonada bitta yaxshi ko'rgan kishimizga itoat qilib, uni so'zi shariatdan chiqmagan holatda ekanligini bilganligimizdan keyin to'liq itoatni vujudga keltirilgan zonada 100 ta bo'ladimi, 500 ta bo'ladimi, birodarlar, bitta vujud bir kishi kabi harakat qilinardi. Ana shunday zonalarda barcha ibodatlarda tiklashlik imkonlari ham bo'lgan, jamoaviy da'vatlar bo'lgan. Milisalar hatto da'vatlarimizni eshitgan paytlari, harbiy nazoratchilarni eshitgan paytlari, suhbatimizni tinglashlikda xohlashliklariga hech qanaqa bir qarshilik qila olmaydigan darajada bir keng imkoniyatlarni Alloh taolo berib qo'ygan zonalar bo'lgan. Shu 62-zona shunaqa edi. Lekin bu tek tashab qo'yishlik kurash uslubi bo'lib, bizni yigitlarga nisbatan qattiq kurashmasligini sababi, qani tek tashab qo'ysak musulmonchilikni qaysi darajaga do'q ko'taradi-yu, atrofdagi boshqa aristonlar bularni qanday qo'llab-quvvatlar ekan. Bu ham kurash uslubida. Tek tashab qo'yganda yaxshilarimizni taniydi, ilmlilarimizni tanib olishadi, da'vatchilarimizni tanishadi. Shunaqa ro'yxatini o'zlari tuzib borishaveradi bular. Keyin bu islomga qarshi kurashlikda rejasini ular yana tuzishdi. Jayla bular keng kavr bo'lib ketibdi. Jamoa bilan hatto tahajjud namozini jamoa bilan o'qiydigan holatlar ham bo'lyapti ekan. Degan narsada bir qarshi kurashishlikda reja qildi. Qarshi kurashishligi shu Ramazon ro'zasini tugatib, hayit namozini butun jamoa qo'shilib ketib qolishligidan qo'rqib, jamoaviy hayit namozi o'qishligiga qarshi kurashishligida rejasini tuzishgan ekan. Biz endi ertalab hayit namozi o'qiladigan kun hamma kayfiyat boshqacha, endi topgan tutgan kiyim-kechaklarni kiyib, shirin hidlar bilan tayyorgarlik boshlangan. Kechasi soat 3-4lar orasida butun zonani sassiq hid tarqab ketdi. Juda badbo'y hidki nafas olishga imkoni yo'q bo'ldi. Ertaga Ramazon hayiti o'qilishligi kerak. Kechasi tahajjudga turgan yigitlar birpasda xabar tarqatdiki, namoz o'qish mumkin bo'lgan maydonchani kanalizatsiyadan balchiqlarda olib chiqib turib, butun sektorga yoyib tashabdi. Butun imkoniyatni yo'q qilib qo'yib shunaqa qilibdi.
Do'da darhol haligi siyosatchi yigitlarimiz kallalari bir-birlariga jamlanishib turib, fikrlashib turib, unga qarshi qanday chora ko'riladi degan narsada fikrlashgan ekan. Hamma proverkadan keyin, ertalabki proverkadan keyin hayit namozini o'qishlikka kelishib olindi va cho'ntaklarida, qo'ltiqlarida jaynamoz va jaynamozni ostidan solib, hali axlatlari yuqmasligi uchun shu plyonkalar bilan hamma shunaqa imkoniyatni qo'ygan buyruq asosida. Endi proverkaga chiqib ketsak, proverka degani ertalabda, kechki paytda aristollarning sonini bir sanab qo'yishadi. Anaqa proverkaga chiqib ketayotgan mahalda militsiyalarda adovati musulmonlarga kuchli bo'lganlari ham bor edi. Unaqalar ko'proq edi. Hayitlaring muborak bo'lsin. Ramazon ro'zasini ham tugatib oldinglarmi deb so'rashardi. Bu irmaq qilishlik edi. Ya'ni hayit namozini o'qiy olmadi bular. Bizni tadbirimiz ish berdi. Biz mana qilib namoz o'qishiga qarshi sharoit qiluvdik. Bular namozini ham o'qimasdan mana proverkaga chiqdi deb o'zlaricha o'zlarini g'olib sanab turgan holati bo'ldi. Militsiyalar hammasi Ramazon ro'zasini tutdinglar, hayitinglar muborak bo'lsin, chiroyli o'tyapti hayitinglar deb irmaq qilib turardi. Biz chiqdik, proverka tugadi. Proverka tugagandan keyin yana boshqa tarafdagi musulmonlarga adovat kuchli bo'lgan rahbariyat xodimlari kelishib turib, Ramazon ro'zasini tutdinglar, mana hayitinglar muborak bo'lsin endi deb irmaq qilishni boshladi. Lekin ular bilmas edi. Hozir jamoa bilan Ramazon hayitini o'qilishligidan ular bexabar edi. Sanoq tugadi. Hamma birodarlar ichkariga kirishdi. Kirganda balandroq bir suv oladigan supamiz bo'lardi. Shu supaga bitta birodar chiqdi-da, juda ko'p marta ozon ovozini eshitganman, lekin ash paytda eshitgan ozon ovozidagi qalbimni eritib tashlagan ozon ovozi biron yerda bir eslanmaydi. Bunaqa holatni ko'rmaganman men. To'g'ri, ozonni chiroyli aytadigan qancha muazzinlar bor, lekin u yigitning ozoni juda boshqacha ta'sir qildi, chunki atrofda dubinkalari bilan, tayoqlari bilan harbiy nazoratchilar o'rab olgan. Namoz o'qishligiga qarshi kurashgan tadbirimiz bularga xalaqit bermadi. Endi nima qilaylik degan narsani tepaga bergan, shtabdan hali buyruq kelgani yo'q. Hamma kutib turibdi, nima bo'lishini, nima qanaqa bo'lar ekan deb. Lekin ular g'aflatda qolishdi. Haligi birodar ozonda aytdi, Allohu akbar, Allohu akbar degandan keyin sektorda shunaqa bir qalblarida Alloh taolo shunaqa eritib tashladi. Ozon ovozi tugagunga davr barchada haligi bir-biriga nisbatan adovat ham, dubinka ushlab turgan harbiylar ham hali ozon ovozidan shayton qochadi degandek, ularning shaytonlari qochib ketdimi? Hali ozon ovoziga juda bir mahliyo bo'lib qarab olishdi. Undan keyin bir birodarimiz shunday turdilarda, barchani Ramazon oyi bilan tabriklagandan keyin takbir aytilib turib namozni boshlandi. Qiroat shunaqa chiroyli qildi. Fotiha surasini, undan keyin Zam sura qilgan,
sura shunaqangi bir chiroyli o'qildi. 2 rakat o'qilgandan keyin salom berilib, qo'llarni ochib duoga qo'l ochdik. Imom endi shunaqangi chiroyli duo qilyapti. Bu ummatda avvalgi azizliklari xususidagi gaplarni gapirib, bugungi kunda musulmon ikkinchi bir musulmonni namoz o'qib qo'ymasin, Robbisiga ibodat qilib qo'ymasin degan holatda turgan kishilarni ham hidoyatini so'raymiz. Ular islomni da'vo qilishadi, musulmonman deyishadi. Musulmonchilikni bir haqiqiy lazzatini tushunishligini barchalariga nasib qilsin deb shunaqa chiroyli duo qildi. Hatto meni ko'zim ko'rgani, endi o'z ko'zim bilan ko'rganim, dubinkasini devorga tirab qo'yib duoga qo'l ochgan harbiy nazoratchilarni ko'rganmiz. Bu qisqa satrlarda Ramazon oyida sizlarda bu ro'zani, Ramazonini tutgandan keyin va hayit namozini ana shunday holatda o'qigandan keyin muassasani keyingi qadamlari juda og'ir bo'ldi. Butun o'sha tepadan kelgan buyruq asosida yigitlarimizni juda og'ir ahvolga olib kelishib, zonadan olib chiqib ketib, nimalar qildi, endi bu xususda alohida gaplashamiz. Ramazon oyidagi kayfiyatlarni biz buzmoqchi emasmiz. Ramazon oyidagi ro'za zonalarda qanaqa bo'lgan degan savolga javob berib qo'ya qoldik. Darhaqiqat shunaqa. Bu ummat agar birlashsa, bitta fikrga jamlansa, ya'ni aroq haromdir, uni ichishlik mutlaqo mumkin emas. Butun olamni yaratgan Robbim aroq ichishlikni man qildi. Yolg'on gapirishlikni man qildi. Zino, barcha buzuq amallarni qilishlikni bizga man qildi. Alloh subhanahu va taoloni biz tanidik. U zotda aytganidaqa yashaymiz, u zotda aytganidaqa qilamiz degan bir xil fikrga jamlansin. Bu Xitoy uslublarida yoki boshqa g'arb uslublarida islomga qarshi kurashishliklarda bironta chora tadbirini musulmonlarga qarshi qila olmagan bo'lardi. Bugungi kunda achinarlisi, masjidlarga taroveh namozlarida Robbil alaminga iltijo qilib, butun insoniyatni yaxshilik, ezgulik sari bir kirib borishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab shunga harakat qilayotgan holatlar davom etsa deymiz. Mana shunday davom etgandan keyin bu ummat birlashib turib bir xil fikrga, bir xil tuyg'uga, fohishalarga nisbatan tuyg'ular, boshqa noshariy ishlarga nisbatan barcha tuyg'ular bir xil bo'lsinchi, bu ummat bitta vujudga aylanib qoladi. Ya'ni o'zingiz qanday harakat qilayotgan bo'lsangiz, butun ummat shariat asosida qilayotgan harakatingizni o'ziga jamlaydi-da, barcha ummat birgalikda bir xil fikr, bir xil tuyg'u asosida jamiyatni vujudga keltirib qo'yadi. Xuddi shu narsani vujudga keltirib qo'yishini oldini olishlik uchun turli xil chegaralar bilan sizlar o'zbeksizlar, sizlar qirg'izsizlar, sizlar tojiksizlar, sizlar turkmansizlar degan narsalari bilan qanchalar shunaqa ayriliqni vujudga keltirib turishmasin, bu ummatni avvalgi azizligiga mana shu fikrlar asosidagina birlashib turib, o'zlari sevgan, Robbil alamindan qo'rquvchi bir kishini Robbil alamindan rahbar qilib turib saylashligini iltijo qilib so'rab qo'ygan bo'lardi. Bu ummatda avvalgi azizligiga qaytishligi ko'z ochib yumguncha juda qisqa vaqt ichida birlashib ketadi. Faqat bizga xalaqit berayotgan narsalar malay hokimlar va ularni gapini, noshariy ishlarini shariatga muvofiqlashtirib berayotgan adashtiruvchi imomlar bo'lmagan dedi. Bu ummatni
avvalgi azizligiga, avvalgi bitta vujudga jamlanishligi ko'z ochib yumguncha bo'lardi. Bizlarda buzuq fikrlarimizni tozalab turuvchi, noshariy amallarimizni tartibga solib beruvchi kishilarimiz qamoqxonada o'tirar ekan, bizni barcha hayotimizdagi ishlarimizni dinni yomon ko'radigan kishilar shakllantirib beraveradi. Alloh saqlasin bu narsadan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.